Hozir bilan mehnat qilib qo'ylarni parvarish qilasiz, endi qo'zlayman deganda mana shunaqa bola tashab tursa yomon alam qiladi lekin. Tabiiyki ko'pchilik uyda shunaqa sog'liq qo'ylari yoki sigirlari bor. Ulardan kelib tushadigan savol esa qo'ylarim bola tashashni boshladi yoki sigirlarim bola tashlab qo'ydi degan savollar ko'p beriladi. Bu vaziyatga umuman befarq bo'lmasdan gigiyenik talablariga, qoidalarga amal qilgan holatda qo'yxona yoki molxona dezinfeksiya qilinadi. Kasallikka qarshi vaksinatsiyalar amalga oshiriladi yoki bir kunda bir mahal immunomak tuzidan agar mana shunaqa qo'ylaringiz bo'lsa, bir kunda bir mahal 5 grammdan qo'y boshiga kunda bir mahal ozuqasiga shu tartibda qo'shib beriladi. Immunomak tuzini afzalliklari urg'ochi hayvonlarda, sigir yoki sog'liq qo'ylardagi bola tashash xavfini keskin kamaytiradi va davolab ham beradi. Berish tartibi esa 2 oy to'liq beriladi, oradan yana 3 oy dam oltirib yana 2 oy berilsa, xo'jaligingizda kasaldan butkul qutulgan bo'lasiz. Bu videoni uyida mana shunaqa sog'liq qo'ylari bor yoki sigirlari bor va ular bola tashab qo'yayotgan bo'lsa, shunaqa tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz, albatta foydali bo'ladi. Immunomak tuzi